Xazinem Tor Til Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Shenzhen shahrida ingliz tili o'qituvchilik qilgan Ababahri ismli bir ixlos bilan bor edi. U Shenzhen shahrida savdo va o'qish bilan turadigan ingliz tilini ana til qilgan chet elliklarning borligini, ular bilan uchrashib ko'rish mumkinchiligining borligini, so'zlash praktikasini shular bilan qilganda tez unumga erishadiganligimni aytib, meni Shenzhenga taklif qildi. Uning taklifi meni o'ylantirib qo'ydi. Urumchida bo'lsam, xizmat, behuda yig'in, riyokor dasturxon, to'y kunlar vaqtimni yeb ketadi. Zehnimmi uşaq ishlarga chechilib turadi. Mubada Shinjongga kelsam, bundaq norozi vaqt sarfiyatidan saqib bo'lib qolmay, ig'izcha inglizcha saviyamning o'sishi uchun majburiy bir muhitga erishadi ekanman. Yantaxi Jungoning taraqqiy topgan bir shahrining yashash usullari ustida bir qatimliq tajriba fursatiga nail bo'ldi ekanman. Ailemdan azroq vaqt ayrilsam, nim bo'pti? Qisqa muddatlik ayrilishdan kelgan seg'inish muhabbatning elastik xususiyatini oshirish mumkin. Oxiri Shinjongga berib 2 oy turib chiqishni qaror qildim-da, rahbarlarimni har nima qilib unutdim. Shinjong iqtisodiy alayda tuzumlik ma'muriy rayon Shangang bilan tutishadigan bir shahar bo'lish sifati bilan Jungoning alayda bir siyosiy iqtisodiy tajribaxonasi edi. Men bu yerdagi turli afzallikni sho'man his qilishga boshladim. Bu yerdagi matbuot, televiziya, iqtisodiy aloqa va hamkorlik qiliq qiyofat jihatda xilil erkin edi. Chet ellar sherikchiligidagi korxonalar, sud guruhlari turmush uchun tavakkul qilib kelgan har xil chet elliklar nihoyat ko'p edi. Cho'ng kichik qahvaxonalar, restoranlar va sud saroylarida chet elliklar uchrab turardi. Cho'ng kitobxonlarda chet ellarning nashr afkorlarida nashr qilingan inglizcha kitoblar xeyli ko'p edi. Bu shaharda tungan oshxonalar yetarlik edi. Azroq izlasak Uyg'ur restoranlaridami topqili bo'ladi. Turk, arab oshxonalarining taomlarini ixtiyor qilsak, ig'iz deyalaydiq. Shaharning ancha yiroq bo'lmagan yerlarida tunganlar jamoatini asos qilgan cho'ng jamialar bo'lib, juma kunlari masjid jahonning har qaysi yerlaridan kelgan turli irqdagi musulmonlar bilan to'shatdi. Ayrim bölmede ixlos bilan xutba tinglab o'ltirgan ayollar to'pini ko'rgil bo'ladi. Qisqasi, Shenzhen Jungoning xalqaro shaharlarining biri bo'lib, Urumchi bilan silishtirganda tamamen boshqa bir dunyo edi. Men Shenzhen shahrining kayfiyatiga qarab, bir rayonning gullanishidagi hal qilg'ish masala u rayonning mo'l tabiiy boyligi bo'lmasdan, balki shu rayonning boshqurilishiga doir siyosatdan iborat ekan degan xulosaga keldim. Kichikina biliqchilik kentini cho'ng bir xalqaro shaharga aylantirgan narsa siyosat bo'lmay nima? Men Shenzhenda Ababakri va Erpan shirkatidagi do'stlarning ko'ngil bo'lishi bilan qulaylik sharoitlarga erishdim. Shenzhenda turayotganligimdan xabar topgan va meni yiroqdan g'oyibona tunuydigan Uyg'ur qarindoshlar menga obdan xavandaholik qildi. Halimdan xabar olib turdi. Musafirning qayosi degandek o'zlarining rizqini musafirat va hijratdan tepib yeyotgan qarindoshlarimning boshqalarning holiga yetishdiki, xolis xavandaholikdan ta'sirlanmay turg'ili bo'lamdi. Ababakri mang bir qism qarindoshni tanishtirdi. Ular meni Shenzhenning avat bozorlari, bog'chalarga taklif qilib, ko'ngil izhor qilishdi. Ular bilan turmushda o'rtoqlashish, asralashish jarayonida shuni his qildim. Jungodagi har qaysi shaharda tavakkul qilib yurishgan partizan tijoratchilarimizning yashash iqtidori jo'sh urib turdi ekan. Sharoit ularni qaysi xil tijorat yo'li qistisa, ular shu hamon o'zlarining yangi tanlashiga tamoman moslashgan holda turmush uchun yo'chiq topalaydi ekan. Ularning tijoratining kelgusi g'uva edi. Lekin ular bu g'uvalikdan ortiqcha tashvishlanib o'ltirmaydi ekan. Balki Allohga ishongan holda o'zining har bir kuniga ega bo'lib, beshiga tushgan oftobning qadriga yetib yashaydi ekan. Muqim turmushga baldi bo'lmagan bu insonlar tirikchilik yo'lida shuncha aldirash vaqtlari qarorsiz bo'lsa-mu, vaziyatga ko'ngil bilib turdi ekan. Jahonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy o'zgarishlar, texnika yangilikları her zaman ularning diqqat doirasida edi. Musafiratda uyg'onishga boshlagan qarindoshlik hissiyoti ularni o'zlaridan keyin kelgan qarindoshlarga burchkorlik bilan muomala qiladigan kishilarga aylantirgan edi. Ulardan turmushdagi tasodibiyliklarga taqobil tura oladigan iqtidor, munosib odamiylik, taqvolik, qizg'inlik, yot muhitga nisbatan hushyorliklarning hammasi tepiladi. Ularning ba'zilari yetarlik maktab tarbiyasiga erisholmagan bo'lsa-mu, raqobatli hayot ularni yashay oladigan darajada tavlab yetishtirgan edi.
Bu hal oliy maktablarning qo'ynida kelgusidagi muhim xizmat tamoyilida g'afillik bilan o'qib, biror organning xizmat kafolati bo'lmasa yashayolmaydigan, xizmatdan ayrilsa so'qib turgan yuragi va kishilik aqidadan ado-judo bo'lib ketadigan ferma cho'jilarining izlangu xomush mijoz bilan ro'shan silishtirma hosil qiladi. Turmushda hamisha iqinni bo'ylab o'zgul bo'lmaydi. Ba'zida iqinni yon-to'p bo'ylab o'zishga, ba'zida to'g'risiga o'zishga, hatto ba'zida iqinga qarshi o'zishga to'g'ri keldi. Zodi qanday qilishni konkret vaqt belgilaydi. Hadislar vaziyatga o'lik holda agishdiganlar hamisha choq bo'ladiki, rol bo'lolmaydi, shofir texma bo'lolmaydi. Aba Bekri ingliz tili o'qitish bilan shug'ullangancha bu sohada tunishadigan kasbdoshlarim oz emas ekan. Alaydan chet ellardan taklif qilingan ingliz tili o'qituvchilarimi Shinjinda ko'p ekan. Aba Bekri ularning bir qismlari bilan obdalla tunish edi. So'zlashishni praktik qilishim uchun u meni ular bilan uchrashtiradigan fursat va muhitni alayda vaqt chiqarib loyihaladi. Shuning bilan ba'zi chet ellik kishilar bilan uchrashish fursatiga erishdim. Tunji qadam tunishganim Kanadadan kelgan Walt bo'ldi. U o'roq o'skilan yigit bo'lib, qisqa sarg'u chechi uni ruhliq ko'rsatdi. Uchisiga so'z majrang asmamayka, kald ishdan putiga sapmi kesh kiyib olgan edi. Men qolashmagan inglizcem bilan xuduksirgan holda savol so'raydim. U ko'kish ko'zlarini nagidir tikkan holda javob berdi. Gap oralig'ida u muxorkisini qattiq sho'rab, isini oldirmay chiqardi. Bundaq vaqtda uning ko'kish ko'zlari xumarlashib ketdi. O'tkir nash buruqi mening diqqatimni g'idiqlab o'tdi. Söhbetlerden ma'lum bo'ldiki, u Kanadadan kelib, Shenzhendagi bir xanzo ayolga uylanibdi. Hozir u ayol bilan birlikda pivxona ichib o'tibdi. Men uning bilan 2 kunda bir qatam kechlarda ko'rishatdim. Bu arada uning boshqa do'stlari bilan ham suhbat bo'ldim. Ular bir o'ram nash aralash muxorkining tutuniga sherik bo'lishgach paranglashadi. Nashning huzuri lazzatiga mast xo'sh bo'lgan bir to'p yosh go'yo jahonning allaqanday yerlaridan Jungoning bu birichiki qiziqsinib kelib qolishgandek edi. Ba'zilariga apchil xanzo qizlari hamroh edi. Qarasam chet ellardan kelgan bu yoshlar Shinjinda turg'ili xeyli bo'pti, lekin xanzocha so'zlashishni ancha bilmaydi ekan. Ingliz tili yangidan obodlashgan bu shaharda ularga ravon turmush yo'li ichib berishga qodir bo'lolgan edi. Ingliz tili ularga yumshoq va suzuk hamrohlarni tepib bergan edi. Menga ingliz tili xuddi shilimshiq yo'g'on qizil tildek hamma narsani o'ziga yepishtirib, yo'g'ab akirib ketayotgandek tuyulib ketdi. İkinci qitim tanışqanim Amerikalik Karl edi. Omu o'roq egiz adam bo'lib, o'ltirib qo'pishlari sipoya, gap so'zlarimi dani edi. Semiz xanzo xotini qachon ko'rsam uning yenida edi. U Shangang Shinjan oralig'ida qatirab yurib savdo qildi ekan. Uning Jungo jamiyati haqidagi qarashlari xeyli atrofli bo'lib, bu jamiyatning kelgusiga sabrchan bir umid bilan baho beradi. Jungo jamiyatining kelgusidagi yuzlanishining Karlning bugungi manfaati bilan uncha zich aloqasi bo'lmag'achqa, Karl go'yo masalning sirtidagi odamdek beparvo temkinlik bilan muloyiza qiladi. Uning muloyizalarida oqilonalik, sovuqqonlik ilminitlari shu qadar quyuq ediki, qoyil bo'lardim, lekin yuragim muzlab ketgandek bo'ladi. Qora tanlik Derikmo Amerikadan kelgan edi. U yosh ham qavul edi, ammo o'zining qomatiga mos kelmagan darajada sodda chiroy ko'rinadi. U musulmon bo'lishning tayyorligida ba'zi islomiy kitoblarni o'qib yuradi. Epikal islom mendan islom ahkomlari haqida savol so'raydi. Qobiliyatimning yetishicha javob berdim. Shotlandiyadan kelgan Sam Watson bilan haftada bir rat tarim restoranida ko'rishatdim. U o'tirboy, diqmoq bir mo'ysbut bo'lib, non bilan kabobni yaxshi ko'radi. Bir non, 6 ziq kabob, bir tax salat ikkimizning mizlik g'azoyimiz bo'ladi. Sam nihoyat astoydil edi. Men uningdan haragiz tartinmaydim. Samning talaffuzdagi o'zgachilikni anglab tushunishda meni gangirtib qo'yadi. Men uni astroq so'zlashga undaydim. Sam qayt aldirmay so'zlab beradi. Samning bir yaxshi yeri talaffuzimdagi ziyoda aniq savallikni anglab o'tkazib o'tishni ravo ko'rmay to'sitib qo'yadi. Samning Jungoga kelganiga xeyli yillar bo'pti. U xanzo xotini bilan farzandlik bo'pti. Men uchratgan chet elliklarning ko'pinchisining xanzo xotini bor edi. Bu vaqtda Samdan so'ramay tura olmadim. Shinjindagi chet elliklar Jungoliklardan nikohlanishni yaxshi ko'ramdi qandaq? Shundaq dedi Sam. Ular erning xizmatini obdan qildi ekan. Bizning alda ayollar oilada tomoq etishni yaxshi ko'rmaydi. Siz Jungoda uzoq turib qolishni xohlamsiz? Balkim undaq bo'lmas. Balamni tarbiyalash uchun vatanimga qaytishim kerak. Ayolingiz sizni yaxshi ko'ramdi yoki do'ltingiznimi? Ba'zida bilolmay qolman. Undaq murakkab o'ylarda bo'lg'im yo'q. Bizning paranglashadigan vaqtimiz to'shqan hamon Sam, men endi balamni beqishim kerak deb almon-talmon ketib qoladi. Alina Romaniyadan kelgan bo'dak xonim edi.
Ақ süzük derisinden parqırab turgan sarg'uch chachlardan ayollikning jozibalari kelib turadi. Uning bo'dakligi o'ziga shunday yarashganki, Alinaning uningdan boshqa qiyofatda bo'lishi go'zallik babidagi bir yo'qotishdek tuyuladi. Alinada shoshliq, yoshliq va mehr aralashib ketganki, uning gaplariga ancha diqqat qilib ketmasangizmi, o'zining tabiiy sipoyiligi bilan mingingizning qat-qatiga singib ketadi. Alina bilan har qadam qahvaxonada ko'rishardik. Peshig'irim issiq bizning muzli qahva ichishimizga sabab bo'ladi. Men oldinla tayyorlab olgan savollarimni Alinadan so'raydim. Savollarimning doirasi turmush, madaniyat, Ruminiyadagi din masalasi haqida bo'ladi. Mushuna qilganda ham inglizcha so'zlashni mashq qilish, ham fikr almashtirish maqsadiga yetkili bo'ladi. Alina Jungoga kelgili 6 yil bo'ldi. Yashi 30 dan allabirun eshibdi, tehiç to'y qilmabdi. 6 yil jarayonida do'ldi qaytib boqmabdi. Yaxshi ko'radigan yigiti bilan telefonda ko'rishib turdi ekan. Shinjinga sizni bog'lab turgan narsa nima deb so'radim Alinadan. Pul dedi Alina. Kelgusidagi aramxo'da turmush uchun moddiy asos silish. Ruminiyada pul tepish sharoiti yo'qmi? Barliq bor, lekin menga Jungodan yo'l chiqib qoldi. Shinjin ko'ngillik shahar deya olamsiz? Jungoga nisbatan erkinroq shahar, lekin ma'naviylikda tuyungan shahar degil bo'lmaydi. Hashamatli binolar bilan to'lgan bu shaharning yoshligi mana men deb chiqib turdi. Qadimiy shaharlardek tamkin emas, ma'naviy qon yetarlik emas. Shaharlardagi odamlarning ma'naviy kamolati hammadan muhimda. Sizningcha bir ayol uchun nima eng muhim? Albatta dedi Alina g'amkin o'ylanib olgandan keyin. Bo'libmi yot shahardagi musofirchilikda shundoq. Lekin yigitingiz yaningizda emas ekan. Hozirgi bo'shliqni yigitimga bo'lgan aqidam bilan to'ldirib yuryapman. Sizningcha bu turmush romantik emasmi? Romantik, lekin bu hasratlik romantizm. Kerak yo'q, ayollarga hasrat yarashadi. Kulib qo'ydim. Qarmoqqa Alina hasratlik emas edi, sho'x ko'rinadi. Turmushdagi nurg'un sho'x ayolning qat-qatidagi hasratni suzib chiqishga kimlar qodir bo'la oladi ekan? Chivar ayollar taqdir ato qilgan bir mezgillik hasratni o'ziga yarashadigan hasratga aylantirishga mahir keladi. Hasrat oxir ularning qalbidagi yushirin oftob bo'lib qoladi. Ba'zida ash oftobda o'ltirib tabiatning jamolini ko'rgim keladi. Keyin Alina bilan anda-munda ilg'at yezishib aloqalashib turdik. Vaqt uning obrazini suv tushib ketgan do'q buyoqdek asta-asta xiralashtirib boradi. Bir qatim muloqotlashgan yana bir qiz bor. U bo'lsa Mariya. Bu qiz Bulgariyadan kelgan bo'lib, Alinadan kichik, kamso'z ham mo'ngluq edi. Fuchisidagi binafshiran kopti bilan yubka bu zilva qizning oppoq ruxsarini texmi ochgan edi. U aslida royal o'rgangan ekan. Shinjindagi mehmonxonalarning restoranlarida yoki cho'ng savdo saroylarining zalidan royal chalg'an bir ishni izlab yuribdi. Biz uning yarim kunlik ish izdishib berdik. Aniq javob bo'lmay qoldi. Mariyatga ish pushdan kelgan garang holat uning o'z noznilligiga ishonishdan kelgan sus mag'rurlikni sundirib qo'yishga dahi ulgurmagan edi. Muhtojlik bu go'zal qizni u yalvorishni xohlamagan har qaysi bulonga urindirmoqda edi. Ko'z oldimdagi kuyib turgan bu chirog'ning qaysi bir bulonni uchib qilishni xohlamadim. Go'zallikka namratlashib ketayotgan bu dunyoning ashu ojiz bir maysiq ichimda omad tiladim. Shinjindagi 2 oydan ortiq vaqt yuqori kishilar bilan qaralik uchrashish va paranlashish bilan o'tdi. Bu jarayonda chet elliklar bilan inglizcha paranglashgan chog'da menda asal yuz beradigan izzidan ayash tufayli kelib chiqadigan psixikalik holatni yengishni ozroq o'rgangandek bo'ldim. Yeni yuzim ozroq qalinlashdi. Shinjinning qaynam tashqinlik hayoti menga hayot degan hukmning ma'nosini yanama ilgarilagan holda his qildirdi. Kapitalizm insonning vujudida bor bo'lgan va insonlar qizishga qodir bo'la olgan narsalarni tovarlashtirgan edi. Bunday sharoitda axloq degan gap masxaralik so'zdek tuyuladi. Bu shaharda bank kartasi, inovatlik karta, pul bilan to'lgan yanchoq, simiz sag'ra va to'lgan ko'kraklar go'yo o'rtaq tildek hamma odamga tushunishli edi. Aloqalar ashu narsalar bilan ravon yurishib ketadi. Har kim o'z uchun aldirash yurgan bu shahar o'ziga nisbatan jigani kishilarning diyonat va qiyomat babidagi o'zgacha fikrlarga yuchuq berib qo'ydigandan bexabardek ko'rinadi. Shunga bu shahar o'z navbatida yeklangan kishilarning o'z yarasini tinishiga o'rin bermaymi qolmaydi. Rossiyaning 19-asrdagi katta yozuvchisi Dostoyevskiy 1862-yili Yevropaning Parij, London shaharlarini ko'rib qattiq umidsizlangan ekan. Uning qarashicha bu shaharlar moddichilikqa berilgan tushkun shaharlarga kiradi. U Tangrining farmonidan chetnagan shaharlar insonning ma'naviy qimmatlarining qabristoniga aylanib ketadi deb o'ylaydi. Abu Nasr Farabi jismoniy sog'lomlik, shuhrat, huzur, halovat, ishrat, pul puchaklarni baxtning ko'rsatkichiga aylantirib olgan shaharlarni fazilatsiz shahar qatorida sanagan edi.
Hayati dunyoning lazzatlariga asosini yo'qotgan holda berilib, chahar payladek yeb ichkindan kerilganlar qahramon yoki tip hisoblangan yerda hech kimning qalbi osoyishlik va yoki tinchlik topa olmaydi. Her kim o'z ehtiyojini qanoatlantiradigan fursatlarni izlab paypaslab yuradi. Ularning ko'z oldida raqobat, fursat va xiris. Ularning ko'zi ko'z oldidagi konkret odamlarni tunimaydi. Egiz binolarning arashlarida qimildab yurishgan shuncha zich odamlar bir-biriga notanish, yolg'izlik va titliq mayxonalar va tunayxonalarning tijoratini ko'pikdek o'rlatadi. O'ylab ko'rsam, Shinjining 20-30 qavatlik bir binosida yezimizdagi nupus zichiriq bir kentning aholisi o'ltira oladi ekan. Erpan elektron şirketining direktori Abdulla Ömer mushu xil tipdagi silishtirma tafakkurini ko'p qiladi. U Shinjindagi 31 qavatlik bir binoni Gumun nahiyasining bir yezisi bo'lgan Qaratag'iz bilan silishtirib ko'rdi. Yilqi 31 qavatlik binoning har bir eshigidagi qavatda 12 yurish uy bor ekan. Shundaqda bir eshikda 372 yurish uy degan gap. Butkul binoda 7 eshik bor bo'lib, bu mazkur binoda 2604 yurish uy bor degan gap. Her bir yürüyüş öydü 3 ton nüfus var deb qarasak, kölümü 2000 kvadrat metreden aşıdığan bu ulturaq binada 8 mingga yaqin nüfus var idi. Bunu 70 ming kvadrat metr terilg'i yeri bor. 20 ming nüfusga ega Qaratag'iz yezisi bilan silishtirganda hayron qolarliq bir ma'lumot kelib chiqadi. 20 ming nüfusning 3dan biri balkim Qaratag'iz yezisining hukumat o'rinlashgan yerchilik siminiga joylashib ketgan edi. Biz Shinjindagi 31 qavatlik ashu binodagi aholilarning bankidagi puli va boshqa mulklarini hisoblashga amalsizmiz. Ammo faraz qilish tas emaski, ularning iqtisodiy kuchi Qaratag'iz yezisini yaqin akilish mantiqiy sig'maydigan gap bo'lib chiqadi. Siyosat Shinjinga ana shunday iqtisodiy gullanish akeldi. Kunning seriqini ko'rib yurganiga ming bir shukr bilan yashayotgan Qaratag'izlik bir dehqon buni hargiz o'ylab yetolmas kerak. Navoda hech qanday sanoat va shahar engig' eg bo'lmagan bir dehqonni birdala binolashtirib qo'ysa, qanday oqibat kelib chiqa? Qiyomat degan ana shu. Rus yozuvchisi Chexov 6-numurlik palata degan asarda "Sodigan ketay, Rossiyamizning bag'ri keng" deb nadomat chekkan ekan. Men mu diyorimizning zimin ekan, boylik mo'l degan sifat taraflarini zikr qilganimcha tegsiz xiyol surdim. Shinjidan qaytib kelib, irodam va taqozoyimga baxmay, aldirmay tutadigan ma'muriy siyosiy rasmiyatlarni bajarish bilan bo'ldim. O'qishga tegishli ba'zi kitoblarni o'qidim. Diyarimizdagi Navoiy tadqiqotiga doir bir doklad tayyorlab qo'ydim. İlim ziyaretçisi buluş süpütüde ilim adamlarının arsıga bargan ekanman, ular menden 2 yığız ilim parını ümit qilib qilish mumkin edi. Yana bir yil baxudek kiyigidek kiyim-kechak, dori darmak degandek narsalarni g'amladim. Pulni tejash uchun Ozarbayjon havo yo'llarining Urumchi, Baku, London liniyasidagi aeroplan biletini oldim. 2006-yili 26-oktyabr tushda Bakuga uchishga to'g'ri keladi. Bu dal ro'za hayit kuni edi. Hayit namozi o'qildi. Qizim bilan o'g'limga ro'ziyatga munosabatli tarixiy bilimlardan ozroq so'zlab berdim. Hayitning oldi-keynida nima bilan qilish kerakligi to'g'risida o'rgatladim. O'g'lim qora ko'zlarini hayronlik bilan parqaratib jim anglaydi. Balalarim o'rnidan turishdan ilgari ularning yeniga ayrim-ayrim kirib bir pas purab yotdim. Balalarning puruqi odamga umid va tasalli berdi. Balalarimdan kelgan puroq meni balalikqa qaytirib, ular bilan bir dematlik odamga aylantirib qo'ya oladi. Ba'zida balalarimdan o'ta kichiklab balalarcha qiliqlarni qilib ketatdim. Balalar erkelaydi, albatta. Biroq cho'nlarning erkelgisi keladi. So'z harakatlar birlikka keltirilib, sadoqatmanlik vazifaga aylanganda odamning balalik xumori qo'zg'alib qoladi. Men balalik xumori pat-pat qo'zg'alib qolgan odamman. Balalik chaqlarimda yumron cho'plarni yuzimga qo'yib, o'ngdisiga yotatdim. Muloyim umoq paqlanlarim kelib, yuzimdagi cho'plarni tashvishlanib turib yeydi. Yüzüm paxlanın yumuşaq tumşuqlardan gıdıqlanıp suyunub ketetdim. Va darxa, qani şu balılıq, qani şu paxlanlar. Mağdığanlıqımdan xabar bar dostlarımdan Asqar, Yalqın Rozi ve Muhammed Hacı Akkala heytnamızdan qaytıpla uyumga yetib kelishdi. Ayolımның meni lağman bilan uzatqısı keldi bolğay, aldımızga abjil taxsil lağman keltirdi. Qarindoshlar orasida bo'lgan ko'ngillik gaplar, arzular va tilaklar dasturxon ustida aytildi. Har qancha arzu qilgan safarningmi odamni parishon qiladigan tarafi bo'ladi. Shu topda illiq oilam va dilkash do'stlarimdan, mehri ochiq vatanimdan bir mezgil ayrilganligim uchun bir ming meni o'z ixtiyoriga olgan edi. Aqlim kutgan, lekin meylim yo'q daqiqa oxir yetib keldi. Mingish kerak. Do'stlarim va balalarim ikki pikapda aerodromga qarab mandiq. Көзінің алдын аптаплары үрімчінің зәпіран дәрәқлеріні мискен романтик түске кіргізген еді. Япырақлар пішіп шылдырлап төкілісімі тұрмыш әләкчілік білән авары шәһәр ахалысының бұл мәнзірден мәзі қылғыдек чолысы жоқ еді. Yüktaqlarını ölçütüp ötküzüp ettik.
Dostlar bilan birma-bir quchoqlashib xayrlashdim. Balalarimning peshonasiga so'ydim. Ayolimga temkin va u tushundigan nazarda xo'sh dedim. Qo'llar havoda pulangladi. Shunchalik odam to'pida meni uzatqil chiqqan shu bir necha odamning chehrali ko'rinadi. To'satdan Amerika shoiri Erza Pantning metro bekitida degan mashhur she'ri esimdan kechdi. Top ichida ko'ringan chiroylar sehri, nam va qora shaxtiki chechaklar bargi. Pantning bu she'ri Parij metro bekitida tasoddifiy erishgan bir ilhomning turtkisi vujudga kelgan bo'lib, so'zinchoq metro namxush qora shaxga o'xshatilgan, qistilib yurishgan odamlarning faqat chiroyini ilg'i qilg'il bo'ladi. Chiroylar go'yo ashu qora shaxda ichilgan chechaklar edi. Qora va namshax odamdagi buruqtirma ro'yi holatdan shabi bergandek qiladi. Pantning o'zimi she'r hissiyatining tanglamasi degan edi. Aerodromdagi hissiyotim tabiiy holda Pantning yuqorqi she'ridan chiqish yo'li izlagandek qiladi. Kölengiler kelidu ketidu. Özük poyez ovozi yoshlar bilan namlangan. Dunyodagi hamma she'r qaysi tilda yozilgan bo'lishidan qat'iy nazar bir tuqqan. Men bu aerodromdagi o'ztush manzarasini mundaq ifodalagan edim. Pulanglagan qo'llar, chuchilidan o'rlagan tutun, chiroylar, gulxonlarga tashlangan o'tin. Bu yerda hijrondan o'rtinish manzara ichiga boshlab kirilgan edi. Yenimde qalğan çaqlıq somkini so'rab chegaradan chiqish rasmidan o'tugil ketayotganimda o'g'lim "Dada, xo'sh" deb to'lidi. Jiroqdan uning do'ptiglik yuzi ko'rindi. Men uningga "Xo'sh" deb qo'l bulanglatdim. Pasportni xodimga uzatdim. O pasportimni biroz o'rib-cho'rib tekshirdi. "Qayerga?" "Bakuga." "Nima qilg'ili?" "Londonga almashqili." Londonni nima ishingiz bor?" "Vizaga obdan qarasangiz bilasiz." O vizaga yuzaki qarab qo'ydi. "Angliya mundaq ishganda?" "Shundoq. Turish vaqti 1 yil?" "Shundoq. Qanday ish bilan?" "Vizda aniq bor." "Zodi qanday ish bilan?" "Ilm ziyorati bilan." "Ilm ziyorati?" Xodim vizni yendik praylanga ko'rsatdi. U boshlang'ishdi. Xodim pasportimni elib nagidir g'oyib bo'ldi. Men pasportsiz holda bir chetda saqlab turdim. Shu topda men qizg'in bir muloyiz temizga aylanib bo'lgan edim. Keynimdagi yo'lovchilar, tekshiruvchi xodimlar oldimdan bir-birlab o'tib ketib boradi. Shavqin suran ichida vizlar ustiga besilgan ijozat tamg'asining ovozini aniq anglab turardim. Menga bunday astoydil muomala qilinishi mavjudligimni bildiradigan alomat edi. Sen bilan hech kimning kori bo'lmasa, o'zingning mavjudligini bilolmay qolgan ahvollarmi bo'ladi-ku? Xodim yiroqlab ketganda soatimga qarab qo'ydim. Nimishqidir bu yerda kutish cheksiz bir kutishga o'xshab ketadi. Minutlar samirib va ko'pchib soatning vazni yikiratdi. Xodimlar meni tekshirmasmi g'alatilik his qilib qolamdimkin bilmayman. Bu hol oliy maktabdagi bir tilshunos o'qituvchimning hikoyasini yodimga soldi. Amgik bilan o'zgartish maydonida tomoq berilganda joyil unsur deb uning atoyidan kuyib ketgan yoki ko'lga tushib ketgan maymoq saymoqlar berildigan. Bir kuni kuyukidan chiqmay qolganmi, saqaroqdan tegib qopdi. O'qituvchi noniga sapsilib qaravatgandan keyin qaytirib berib, "Bu mening nenim emas ekan, o'zimning nenini beringlar" deb turib olgan ekan. Kutdim. Yeliqi xodim og'ir ko'z oldimda paydo bo'ldi-da, pasportim ustida kom qilgan ovoz anglandi. Xodim pasportimni qo'limga berganda so'z tabassum qilib qo'ydi. Bu tabassum insoniy sifatimga berilgan eng cho'ng mukofot edi. Aeroplanning uchishiga yana ozroq vaqt bor edi. Kutish zalidan kichikkan holda bir o'rinni tepib o'ltirib atrofga nazar tashladim. Soatimga qarasam ijozatning 40 minutdan ortiq kutibdiman. O'ltirganlar asosan degudek azariylar bo'lib, qo'llarida o'rimchidan sitib olgan har xil turmush buyumi bor edi. Telefonlashgandagi ovozdan bu yerda o'ltirgan bir qancha qiz va o'g'ilning Uyg'ur ekanligini bildim. O'dilimda 18 yoshlardagi egiz bo'y bir bola o'ltiradi. Men uningdan "Nega borasiz?" deb so'rag'animda, u "Istanbulga" deb javob berdi. Abdidan u ortiq savol so'rashimni xolamaydigandek turadi. Bu menga nihoyat tushunchli ro'y holat edi. Shunga ajablanib ketmadim. Kishilar chegara sirtiq chiqishning oldi keyinda alayda sezgirilishib, boshqalarga o'z shaxsiy haqida ozroq gap qilishni xohlamaydi. Bu vaqt cho'nglardan yetarli nasihat qabul qilgan bu bolalar o'z arzusiga uyg'un nasihatni hushyorlik bilan ado qilyotdi. Men o balani andishaga silib qo'ymaslik uchun o'z xayollarimga band bo'ldim. Boshqalarga yuk bo'ladigan normal insoniy mehrni ichimning noma'lum burchaklariga to'kib etdim. Aeroplanga o'ltirishdik. Ko'nglimiz alam topgandan keyin yenimizdagilarga qarab hamrohlarimiz haqida tashqi tunish hosil qilishdik.
Yanımda o'ltirgan semiz odamning ismi Muhammad bo'lib, u Urumchiga kelib tijoratda bo'lg'ali 4 oy bo'lgan ekan. Aeroplan asta qo'zg'aldi. Bir pas yer beg'irlab havoga ko'tarildi. Pastdagi yeshil yer hiliqi qip yoshlanib, hili tuzlanadi. Birdilla badanim ojizlashib, yuragim bir qismi bo'lgandek bo'ldi. Yelim yaxshi, men vatanimning osmonida edim. Uningdan biraqli juda bo'lmagan edim. Esimga Yunon afsonalaridagi Antios keldi. Antios hech qanday dushmandan kelolmaydigan tangdarsiz azmat bo'lsa-mu, topini o'zining ona diyoridan ajragan hamon hamma kuch-quvvatidan ayrilib, eng ojiz dushman oldida arzimas odamga aylanib ketadi. Uning raqibi Graklis uning bu ojizligini bilib, Antiosni ko'tarib yerdan uzib olgan va putini yerga tekkizmay bo'g'ib o'ldirgan ekan. Xiyolimda bu afsonaning mazmuni kengayib bormoqda edi. Topini ona yerga dastlab turibmi, vatan tuyg'usidan bexabar odamlar talay. Vatanda yashab turib, vatani bilan ro'ya aloqasi bo'lmagan odamlarning axlatchilik qimmati bo'lmaydi. Tini vatanidan ayrilsa-mu, vatanining g'imida yashaydigan odamlar yana ziminiga topini tegib turgan Antiosdek yengilmas bo'ladi. Bu yerda Antios bir odamni emas, balki ruhni bildiradi. Vatani aqidasi bo'lmagan jon baxtilarning ruhi allaburun boshqalarning bo'g'ishida halok bo'lib bo'lgan bo'ladi. Aeroplandagilarning to'lisi uyquga ketishgan yoki mugdashga boshlagan edi. Menim azroq xiyoldan keyin uxlab qoptiman. Ah, vatan. Yenimdagi Muhammadning tug'ilishidan uyg'onib ketdim. Kaspiy dengizi ko'rindi. Uningdan o'tsaklar qadrli Ozarbayjon tuprog'ini ko'ramiz dedi u. Pastga qaradim. Suv va havo tutishib ketgandek girimizman manzara yeyilib turadi. Vataningizni seg'inibsiz-da? Ko'p seg'indim. Ozarbayjon bakli go'zal. Bakuda turmush qulaylikmi? Bakuda mushkulat yo'q dedi sol tarafimdagi bir ayol. Chunki Baku bizning uyimiz. Urumchi qandaroq ekan? Bakuda hayot go'zal. Fuzulini bilamsiz deb so'radim yana ayoldan. Muhammad Fuzuli? Shundoq. Va, Muhammad Fuzulini sizmi bilamsiz deb qaytirib so'radi ayol mendan. Albatta, Fuzuli bilan Navoiy bir bog'ning ikki bulbuli emasmi? Bizning burungi maktablarimizda o'qigan o'qimishli odamlarimizga Nizomiy bilan Fuzulining asarlari nihoyat tunish. Ayol nima ish qildiganligimni so'ramay turolmadi. Javobimni anglab kulimsirab boshlang'ich qo'ydi. Ayolga Uyg'urcha gap qildim. U ayol gapimni ozarcha Ozarbayjoncha tushundi. Navoiy bilan Fuzuli o'tirisidagi madaniyat qandoshligi O'rta Osiyoning ikki burjigidagi ikki avlodga 5 asrdan keyinmi o'zini ro'shan namoyon qilyotdi. Madaniyatdagi gen ajab narsa-a? Havoda ketib o'tib Fuzulining g'azallaridan Miroj to'g'risidagi mono misralari yodimdan kechib qoldi. Rutbayi hikmati Miroji kamolina ko'ra hukuma firqai dun falsafa jami sufaha. Miroj kechisidagi hikmatning kamolatiga erishgan zotning martabasiga nisbatan faylasuflar tabiqisining qilib yurgan ishlari ma'nisizdir. Fuzuli mangu qochib yuradigan shoir. Bayla uni tushundim desang, bu tushuncha seni aldab qo'ydi. Ya'ni Fuzuli seni qo'yib ma'nining yangi manziliga yurib ketadi. Haqiqat elchisining Miroj kechisidagi alomatlarini ko'rish uchun tabiat ilmlaridan halqagan ro'yi nazar bo'lish kerak edi. Shoirlikning Fuzuliga yetgan pallasini bo'ylash uchun aqlli kifoya qilmaydi. Balki cho'nqur metafizik balog'at bo'lish lozim. Qarang, talay faylasuf faqat o'z davrining donish sifatida qomuslarida qoldi. Olamning irodasi Miroj kechisida jo'lar topdi. Mushu tapda o'qirmanlarimga bir ishni iqro qilib o'tay. Fuzulining misralari meni Miroj hikmatiga doir tegsiz xayollarga undidi. Qalbim ixtiyorsiz holda to'xtab qoldi. Go'yo Fuzuli oldida qalam tavratish ortiqcha bilindi. Namal men bu tiriklik sozimni chelishim kerak. Aeroplandagilar narsa keraklarini jo'ndashga boshladi. Qaraganda Baku osmonida o'xshaymiz. Keldikmi deb so'radim qashimdagi Muhammaddan. 20 minutdan keyin yerga qo'namiz. Manzilga yetib kelishdan paydo bo'lgan shodlik aeroplandagilarning chiroylari tepgan edi. Vatan havosi seg'inishdan chaq-chaq bo'lgan ruhlarni sug'armoqda edi. Aeroplan pastlashga boshladi. Yomg'ir yoqqan bo'lsa kerak. Aeroport saynasidagi kichik ko'lchaklarda sular parqiraydi. Yo'lovchilar tushishga boshladik. Aeroportning ismi Ozarbayjon rais jumhuri Haydar Aliyevning nomi bilan atalgan ekan. Hayolat mayli zalga kirdik. Zaldagi latin harflarini xuddi Uyg'urcha o'qigandek o'qib chiqdim. So'zlarning ayrim tavushlari Uyg'urchadan biroz farqlanadi. Buni faqat shiv farqi deyish kerak. Azariylar vatandoshlar degan xat bor eg'iziga qarab mangishdi. Men va Istanbulga mangan 6-7 Uyg'ur bola olmishdaganlar Transit degan xat bor eg'izning oldiga keldik.
Azariylar birdamdil ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Zalda biz bir qancha Uyg'ur, Tbilisga boradigan bir Xanzo va Jungoning Turkiyadagi bosh elchixonasida ishlaydigan bir Xanzo yigit qoldik. Yosh bir xodim hammamizning pasportini bir daftariga xotirlab yonchuqqa soldi. Bu yerda kompyuter mashg'ulotining yo'qligini qabul qila olmay aramsizlandim. Qo'limizga hech qanday isbot bermay pasportimizni yig'ib olishdi. Bir xil ansizlik mengamdan kirib topinimdan chiqdi. Pasportni qachon qaytarib berasiz? So'radim bu xodimdan ansirab. Xodimning javob bergudek hafsalasi yo'q edi. U mening savolimga javob bermasam bo'ladigan savaldek his qilish kerak, ancha eranishib ketmadi. Isbot va hujjatlarimi bir tiyinga arzimay qoldigan bu jahonda uning bir ig'iz izohat bermayli pasportni yig'ib olishi men uchun zo'r tahdidga aylanib qoldi. Pasportni varanchuring ovozimni besib ketdi. Ansirmang dedi yenimdagi Xanzo yigit. Ular atigan mangdigan vaqtingizda pasportingizni qo'lingizga beradi. Shundaqmi? Rahmat sizga, dedim Xanzo yigitga. Bu yerdagi ishlar odamni dehqon bozoridagi og'azaki to'xtam bilan bitadigan ishlarchilikni xotirjam qilmaydi. Hayronlikda laylab yurib qoldim. Xodim ishini tugatib mingishga tamshaldi. Men uning oldiga berib, "Apandi, men qancha vaqt saqlayman?" deb so'radim. 15 soat. U bu gapni meni tunib dedimi yoki eranishmayli deb qo'ydimi, jazm qila olmadim. Kutish zaliga kirib kutishni boshladik. İstanbul'a bardıqala 2 saatdan keyin mang'atdi. Lekin men 15 saat saqlashim kerak ekan. Men cho'ng bildigan Fuzulining yurtida 15 saat kutish zalida band bo'lib yuradi ekanman. Uyg'ur bolalar bilan gaplashib azroq vaqt o'tkazdim. Ular oliy maktabni yoki to'liq o'rta maktabni bitkazgan bolalar bo'lib, Turkiyaga o'qishga mang'ibdi. Nimishqidir bir yerga o'qishga mang'an bolalarni ko'rsam, maslikim keladi. Lekin o'qishga o'qishdalaydiganlarning az bo'layotganligini o'ylasam, g'ashlikim keladi. 18 yoshlarimda menga ashunday fursat bo'lsa-chu deydim ichimda. Ba'zi bolalar menga yeydigan narsalarni tanlashdi. Ular to'qash, pechina, turpan kishmishlaridan ilib olishgan edi. Yanimda az turli yemeklik bor edi. Shundaqdimi bolalarning ko'nglini qabul qildim. 2 soatmi o'tdi. Uyg'ur bolalarmi Istanbulga yurib ketdi. Tbilisga borganda Xanzo bilan ikkimiz keng yo'riq kutish zalida qoldik. Nimishqidir ikki ayrila olmaslik degan ibora esimdan yalt qilib kechdi. Men chaqliq sumkamni so'rab kutish zalining ichini aylandim. Maxsus chetillarning haraq tamakilarini sotadigan aynak tamliq do'konlar xil ko'p edi. Haraq tamakilar 7 iqlimdan keltirilgan edi. Shishilar chiroq yo'riqida Hasan bilan yaltiraydi. Aylanib bir hunar san'at do'konining oldida to'xtadim. Do'konda Ozarbayjon milliy hunar san'at buyumlari, to'qilmalar, chaqchuqlar bilan mislegan va jamlar bilan birga kitobmi bor edi. Men kitoblarning ichida bir mu adabiy kitob topolmadim. Kitoblar asosan degidek Ozarbayjonning milliy jo'grafiyasi, davlat va ijtimoiyat ahvoli, milliy tibobatiga doir edi. Fuzulining divanini qancha izlabmi topolmadim. Fuzuli barmi deb so'radim mulozim qizdan. Ishning tayini yo'q zerikib o'tirgan qiz manglabdi burilib. "Efendim? Fuzuli, ya'ni Muhammad Sulaymon Fuzulining she'rlar divani. Kechiring, Fuzuli bu yer yo'q." Hamma gap tugadi. Qiz Fuzulini toza tushunolmagandek qiladi. Kupti bilan qora yubkan qizning uzun bo'yini qo'rib qo'ygan edi. Beli bir tutam bedideklik keladi. Qash kirpiklari to'kilib turadiki, qaraqlar cho'nqur ham tumanliq bir yerdan nur chiqaradi. Elitday qanshar o'dil eqib tushguncha qizning g'uncha og'zidan ayminib qaytib qolgan edi. Qiz menday xaridorlarning kirib chiqishi kunik bo'lsa kerak, o'sishi bilan bo'laverdi. Men zerikkan sari zaldagi aroyil mulozimachilarning qiyofatini kuzatdim. Qiyofatlar orqali kishilarning ro'yi holati va turmushni qiyos qilishga tirishatdim. Ularning hammasi shunday kelishgan edi. Mayli mayli ayol bo'lsin, egiz bo'y, qashliq va qansharliq edi. Üstü beshidan pokizlik chiqib turadi. Aeroport xodimlari uchun sardona odamlar tanlansa kerak, bu muhitdan bir musat odamni uchratmadim. Ular bilan bizning suhbat farqimiz xeyli bormi nima deb o'yladim-yu, odam sati emas, kiyim sati degan maqol bilan tugalladim. Bu yerdagi kiyim bir odamning go'zalligi va qimmatini ochadigan obyektiv ijtimoiy sharoitni ko'rsatdi. Arada ussab ketdim. Bir qahvaxonaga berib mineral suv olmoqchi bo'ldim. Mineral suvning bir qutisi $1 edi. Men mulozimatchiga 50 $larini tanladim. Chunki yanimda parcha dollar yo'q edi. Mulozimatchi eranishmagan holda $1 bering, parcha pul bo'lmasa suv berilmaydi dedi. U kelishgan, lekin shafqatsiz edi. Men $50 parchalash uchun jiq do'konga qatardim. Hech qaysi parchalab bermadi. Bir xil xo'rlik hissiyoti alam qilishga boshladi. Ahir qahvaxonaga yeliqib bag'ri tashning oldiga kelib ahvolni dedim. U pisand olmadi. Dunyoda bu qadar mulozimat qoidasining bo'lganligiga ishonmay turib qoldim, lekin ortiq taqat qila olmadim. Sen mulozimat qilishni bilamsan yo'q? Zoda nima demakchisan aniq deb vaqirdim men.
Öz ishlari bilan band odamlar bizga jiddiy qaradi. Men titrab ketgan edim. Qayoqdandir bir qiz yonimda paydo bo'ldi va qo'li bilan ishorat qildi. Uning keynidan bir do'konga kirdim. U bir ishkapni ichib pullarni chiqarib sanashga boshladi. "Apandi, bir qop tamaki olsangiz qanday?" dedi qiz menga. "Bu zalning hamma yerida tamaki chekmang deb yozibsizlar. Men qayerda chekaman?" dedim. Qiz turib ketib $50 parcha pulni oldimga qo'ydi. Men $50 butun pulni uninga berib rahmat aytdim va yilqi qahvaxonadan $1 suv oldim. Burun Bashkiramdan Qashqar shahriga piyoda kirib, usab ketsam udul kelgan hoyliqqa kirib bir nogay suv so'rab ichatdim. Bir quti mineral suvni tashnalik bilan ichib o'tib, ashu kunlarni yod etdim. Ozarbayjon qadimiy tarixga ega, qismati murakkab bir el. Madaniyatida xuddi bizga o'xshashlar arab, Fars madaniyatining ta'siri ro'shan. Beşide hili İran, hili Rossiya tətkiler əgib turğan 19. əsrdəki Rossiya-İran uğruşları nəticəsində hazırki Azərbaycanның köp qismi Rossiya təvəllüqə kirib ketgan. 1917 yıldan keyinki Sovetlar davrida Azərbaycan Sovetlar İttifaqının mühim neft sanoat bazası bolğan. Sovetlar İttifaqı parçalanğanda 1991 yılı mustaqillikni jakarlagan. Bu el bizdən coğrafiya cəhətdə yiroqda bolğan bilan madaniyatda tuqqani keladi. Ayni davrdagi madrasalarimizda Navoiy bilan birga Nizomiy Ganjaviy ve Fuzulilarning asarlari o'qilatdi. Navoiy Nizomini o'zining ustozi deb qaragan. Azariy xalqlarimi Navoiyni ustoz tutib kelgan. Har ikki xalqning shoirlari Farhod va Shirin, Layla va Majnun, G'erib va Sanam ko'ri o'g'li temalarida takror qalam davratishgan. O, Hacibekov tarafidan 1913 yılı yazılgan Arşın Mal Alan komediyasi Uyghur tomoshabinlarga tunish edi. 1990 yillardagi statistikaga asoslanganda dunyodagi azariylar 17 milliondan oshadi. Bulardan 5,8 millioni Ozarbayjonda yashaydi. Eronda bo'lsa 10 milliondan ortiq azariy bor. Yana Rossiya, Gruziya, Qozog'iston, Armaniston qatorliq ellarda bor. Azariylarning tili turkiy tilli oilasining o'g'iz guruhiga tabe bo'lib, toki 1929 yilgacha arab ilpasini ishlatgan. Undan keyin Latin va Slaviyan yoziqlar orasida tamtirab 1992 yildan boshlab yana Latin harfini qo'llanishni boshlagan. Til o'zingdan, yoziq boshqalardan, butkul ish harakatga qo'mondan bo'lgan mafkura boshqalardan. Mana bu azariylarning hozirgacha bo'lgan taqdiri. Bir xalqning qismati adabiyotdagi eng ro'shan aks etadi. Ozarbayjon shoiri Samat Vurg'un 1906 yildan 1956 yilgacha yashagan pishqadam adabiyot muxlislarimizga xeyli tunish. U 26 degan dastonida mundaq yozgan. Chirayda eg'ir qayg'u tumani, yatar baku duchar bo'lib azobqa. U go'yoki nimanidir kutgandek nazarini tikkan yiroqqa. Achchiq chiqib ushqoydidu izg'iridan. O'q izlari ko'rinadi tamlarda. Xalq qirg'in qilinmoqda shafqatsiz. Yo'l bo'yalgan oqqan qizil qonlarda. Timir tapan chaylab o'tgan tar ko'cha. O'ltirdi hammal yirtiq palasta. Aram ilish istaydi u az to'la. Xiyol uni o'z bag'riga almoqda. Ozarbayjonning 20-asrdagi qismati talay kurash bilan xarakterlangan edi. Eron millatchilari Ozarbayjon tilidagi kitoblarni kuydirganda shoir Samat Vurg'un mundaq yozadi. Jallat sening kuydirgining dasta kitoblar, ming umrning shuhratidir, ming yurakning arzusi. Biz ketarmiz bu dunyodan, kitob qolar yodikor. Her vaqtda naqshlangan necha inson tuyg'usi. Ming umrning shuhratidir, ming yurakning arzusi. Jallat mening tilimdir o sho'x g'azal qo'shoqlar. Aytqin menga siz alamda bularni tash yuragim. Har jaranliq ta'disida ming onaning qalbi bor. Har bir ahang farzanddir, bir muqaddas tilakning. Aytqin menga siz alamda bularni tash yuragim.